Finaldagi tishlab olgan harakatingga qanday o'zing izoh berasan? Ochig'ini aytsam, men finalga juda ham ko'p tayyorgarlik ko'rdim. To'g'ri, u juda ham kuchli raqib va men unga oldingi 4 ta jangda yutqazgan edim va borimni berishga harakat qildim. Tishlashga keladigan bo'lsak, men juda ham bir hayajonda edim va o'zimni sal nazorat qila olmadimmi. Lekin bir tomondan buni tishlash deb ham bo'lmaydi, shunchaki yengil tishlab qo'ydim xolos. Bu yog'iga agar men javob beradigan bo'lsam, hozirda bizga IBAdan sanksiyalar kelgan va hozir bizni kamardan ham va chempionlikdan ham mahrum etib, hattoki Rossiya boks assotsiatsiyasiga, federatsiyasiga ham sanksiya kelishi kutilishini xabar berishdi. O'ylaymanki, raqibni men 2-3 raundda yutdim va mening bu tishlab qolganim jangga hech qanday ta'sirini ko'rsatmadi, shunchaki tishladim xolos. Вот это поворот. Nima dedi? Tishlamadim, ozgina tishlab ko'rdim dedim. Bunaqasi ham bo'lar ekan. Bu Alvares menimcha bilmasa kerak, butun boks federatsiyalarining qonuni tishlash bu narushение emas, bu jinoyat hisoblanadi. Qisqasi, andan keyin gapirgan biratam gapirdilar, Rossiya boks federatsiyasiga juda ham katta sanksiyalar IBA tomonidan kelyapti deb. Kesin hamda inshaalloh bu kamarni O'zbekistonga olib kelib Abdumalik Xalatovga topshirsak, bu nafaqat Abdumalikni, balki butun xalqimizni, sizni, bizni barchamizni g'alabamiz bo'ladi. Demak, jangni davom ettiramiz. Pastga Umar Nazarich Kirmilyovni belgilab, rahmat so'zlarini aytib, kelibsi IBAni ham belgilab, yurichani albatta bosib qo'ying, chunki ko'proq joyga bu video tarqasin. Biz bir bo'lsak, yagona xalqmiz, birlashsak vatanmiz. Olg'a O'zbekiston, qolgani kapayka.